أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan sintaksga aloqador, ya'ni ilmun nahvga aloqador bir risolamizni davom qilgan bo'lib, buningdan anna ussalisu degan shuniki uchinchi turga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shuning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz inshaalloh. Musannif deganda yuqorida kim? Bu Abdulqahir ibn Abdurrahman al-Jurjani. Bu amil 100 amildi. Meyli o amil lebzi olsun, amil manevi olsun, simai olsun, kıyasi olsun, hepsi toplam 100 amildi. Bu amilden bununki simai oğulları, yani simai Arap kırındaşlar bunu kanda kullansa şunda kullanıldığını deyimiz simai deyimiz. Şulardan şunda anılgan amillar. Şular şunda kullanılgan beti şunda anladık. Biz bu şunda işildiğin amillarının o'zi 13 tür oludu, 13 növ oludu deb yuqorida bunu bayon qilgan. Bunun birinci növiyle tanıştık. Birinci harf jarning babi. Buniki 17 harf bo'lganligi, har birisidan harf yuqorida tanışgan edik. İkincisi, İkinci bab o huruf müşebbehatu bil fi'l. Filga o'xshaydigan, fil ma'nosini o'z qo'yniga olgan mana harflar. Bunun bilan tanishgan edik. Bu 6 harf bo'lganligini degandi. Üçüncü turi hamda biz buni ham o'qimoqchi. An-naw'u salisu harfani mushabbahatani bilaysa wa huma ma wa la. ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وما تدخل على المعرفة والنكرة نحو ما زيد قائما وما رجل قاعدا. ولا لا تدخل إلا على النكرة نحو لا رجل أفضل منك. Üçüncü nevi. Bu amil simayının üçüncü türü iki harf deydi. Bu iki harf olsa o'xshatilgan bu iki harfning laysiga. Bu iki harf bo'lsincha qaysi ma va laddan iborat shu iki harf laysning ma'nosini o'z qo'yniga olgan iki harf bo'lgan bo'lib, bu ikkisi bir ismni bir ismni pish qiladi. Avval qismini pish o'qiydi va ikkinchisini mubtadoni pish o'qib, xabarni zavar o'qiydi. Ma olsa ma'rifa va nekirani o'ziga kirdi. Masalan, ma zaydun qoiman va ma rajulun qoidan degandek. Ma zaydun qoiman ma'rif bo'ldi. Zaydun va ma rajulun qoidan va rajul nekir oldu. Muşun o'xshash, yani avval qism marf bo'ldi, ikkinchisi mansub bo'ldi. Ma mushundaq deydi. Ama la kirmaydi bu la, lekin lam ismni kirdi. Mesela la raculun afvala minke degan o'xshash. Senden ortiq odam yo'q. Yo'q bu yerda la faqat la raculun deb ismni kirdi. Ma uchun ma'rifa kirmaydi demakchi. خوش النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط وهي 7 أحرف. الواو بمعنى مع، ويكون ما قبلها الفعل أنه استوى الماء والخشبة.
Tötünç növ. Tötünç bu 13 növininki tötünçse 13 simai amillarninki to'rtinchisi bir qancha harflarki bu harf bo'lsa bir ismni zivar qiladi faqat ismni zivar qiladi bas o'si 7 harf birinchisi vav vav ma'manislan bo'ladi va vavning ilgak narsa pil bo'ladi istaval ma'u val hashabati degan o'xshash barobar bo'ldi suv yog'och bilan demakchi deydi mana vovning maqabisi vovdan ilgari pil bo'ldi istovoya istaviy shart bu shu vovning ilgaki ism mana pel bo'ladi deydi av ma'nal fe'li pil bo'ladi yoki vovdan ilgari shu pil ma'nisi bo'ladi av ma'nal fe'li nahu ma sha'nuka va zaydan ay ma tasna'u va zaydan demak nima qilsin sen zaydlan demakchi deydi sha'nuka degan shu tasnau manda sening ishing nima qilay deysa nima ish qilmoqchisan degandek ma tasnau degan o'sha filning ma'nosini o'zi chiqardi yo bunda bo'ladi yo fildan bo'ladi o pilning maqobisi pil bo'lgan bo'ladi u vovning maqobisi pil bo'ladi yoki pil emas pilning ma'nosini o'z qo'yniga olgan bundoq bir ism bo'ladi ma sha'nuka va zaydan degan o'xshash ay ma tasnau va zaydan demakchi deydi va illa listisnain وهو متصل نحو جاء القوم إلا زيدا أو منقطع نحو جاء القوم إلا حمارا degandak. Birincisi vav olduğunu. İkincisi illa. Bu illa istisna için. Yani ilgaki hükümden kinkisini yine mustasna minhunun katarını çıkırveliş demekçi de bu istisna demek. Ama bu istisna ya muttasıl oldu. Mustasna minhunun içidir bo'lgan bo'ladi yoki u mustasna minhunun sirtidan bo'lgan bo'ladi. Masalan, janil qavmu illa zaydan dedik. Keldi bana kavm lekin zaydahun kemmeli dedik. Zayd tabii ki bu şu insan bo'lgan kavm cemaatning birisi bu. Mustasna oldu. Yani illa din keyin geldi bu Zeyd. Bu nasb kıldı. İstisna bana. Ya ki munkati olsun şundak. Ya da munkati ki yani mustasna minhunun katarın emez. Canil kavmu illa himaren dedik. Yani bana cemaat likellan bir eşek geldi. Eşek himar kavmin katarın emez. Xuddi fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis degandek. Aslında o'zim iblis malaikaning qatoridan emas. Bu malaikaning qatoriga shu so'qinib kirib olgan mayda bir maxluq. Ama bu hergiz emas malaikaning qatoridan bo'lib, malaikalar shu jinsdan bo'lib muttasil emasmaydi-ki, bu istisno muttasil emas, balkim istisno munqati. İblis malaikaning jumlasidan emas. Qandaki himarmı, eşekmi kavminin qatarından bo'lmagandek. Ve ya linidail qaribi vel ba'idi ve ya deydi. Ya jirak ve yakınni chaqirish uchun. Ya rajulan xuz biyadi. Ve ya abdallah ve ya tali'an jabalan degandek. Ey Adam, mening qo'limni tutqin. Ey Allohning bandisi. Ey taqchiqchi degandek. Yani ya raculen bu ya nim bo'ldi deganda buningda shu mana yashroq va yaqinni to'lash uchun ishlatildi. Ya raculen ya abdalloh deb mayli mana o'xshash izofatdan xoli bo'lsin ya rajulendek yoki izofatlan bo'lsinki ya abdalloh degandek. Va haya ya va haya cho u ham jirahni to'g'lash uchun, ammo yaqin uchun emas. Ya jirah yaqinga,
Heya fakat jirak kıla. Heya raculen huz biyedi. Ey Adem, jirak bir adam toğlaptı da, menin kolum tutkan, depti de bir kömeydiğen, bana bir adam o, şuna, ey Adem depti ismini, tunmagan deken, bir emanasız olsa gerek bu. Ve heya, ve heya Abdallah, ve heya Talyan cebelen demek. Hey Allah'ın bendisi, ya ki, hey Abdallah, degendek. Ee, yoki hey Allohning bandisi degan bo'lishi mumkin. Bu ma'nosiz bo'lgan bo'lib. Hey taqchiq odam, mening qo'lim tutib olgin degandek bir narsa shaypsan olgan bo'lsa, ha bu yerda odam bo'g'ishadi deb yoki bir o'zaro gap qilgan bo'lsa, go'ngish shunga odam bo'g'ishadi deb, garchi uni kimligini to'lmagan bo'lsa-mu, bilmagan bo'lsa kerak, bir ma'nosiz bo'lgan bo'lib. Şunda ya taliyan cebella deyiş bunu. Bunu da mana haya ve şuna jirak tiknasini to'lash uchun buni qo'llanadi deydi. Va aya va aya linidail ba'idi aydan. Aya ham jirak tiknasini to'lash uchun bo'ladi. Demak ya, haya, aya va ay. Demak bu chaqiriqninki harflari ve hamza mubba. Heya, ey ve hemze demek. De bu nidan harflermiş şu. Ee, ve eya jirahtaki neslerini toğlaşçın hem. Eya raculen huz biyedi. Ve eya abdallah. Ve eya tali'en cebele degan. Ey Adem, menin kulum tutuvağın. Ey Allah'ın bendisi. Ey taqçıq Adem, menin kulum tutuvağın. Bana yardım qilgin degandek masalan, nima chiqib olay shu toqqa degandek. Hammasi bu ko'z ko'rmaydigan mundaq bir odamni so'zish kerak. Ayah bu mundaq bo'ladi deydi. Bu hammasi qarab baqsak ana keyindagi ismni zavar qildi bu harflarning hammasi. Va ay yaqindagi narsani to'lash uchun ay rajulan. Bunun ay o'zining keyingi ismni zavar qildi. Ey raculen huz biyadi ve ey Abdallah ve ey tali'en cebele degan so'z. Ey Adem kolum tutgan. Ey Xudayimning bendisi kolum tutgan. Ey taqchiq Adem kolum tutgan degandek. Bunun da shunaq bo'yicha zavar o'qildi. Bu o'zining keyingi ismini nasb qildi demek. Mayli izofatlan bo'lsin yoki izofatdan xoli bo'lsin. Vel hemzetu li nidail qaribi aydan. Hem de hemze yaqindagi narslarni to'lash uchun. Munada yaqindagi chaqirilgan shaxs shuni to'lash uchun keladi. Qaysi? Hamza. Arajulan xuz biyadi va Abdallah va Abdallohi va atoli an jabala degandek. Ey Adam, mening qo'lim tutqin. Ey Allohning bandisi. Ey taqchiq odam. Mening qo'lim tutib olgin degandek. Bu hamzimi demak bu o'zinki keyingi ismni qanday bo'ldi? Zabar o'qgan bo'ldi. Bu shundoq o'zining keyingi ismni zabar o'qiydigan harflar bo'ldi deydi. Hammasi berib bular nima ekan bu? 7 harflar. Vav, vav ma'iyya illa istisno uchun kelgan. Andan boshqa ya, heya, aya, ay ve hamza. Şu 7 harf deydi. Beşinci türü. Ennevul hamisu hurufun tansibul fi'lel mudari'a ve hiye arba'atu ahrufin en lil istikbali. نحو أحب أن تقوم ولن لتأكيد نفي المستقبل نحو لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي وكي للتعليل وما قبلها سبب لما بعدها نحو أسلمت كي أدخل الجنة وإذن للجواب والجزاء كقولك إذن أكرمك إذن أكرمك
إذن أكرمك لمن قال أنا آتيك فقد أجبت بهذا الكلام وصيرت إكرامك جزاء لإتيانه. Beşinci türü, beşinci növ bu pil muzarini zevar kılgan harp boğan bulur. Fakat bunu töt harp en, len, key, izen. Bazıla ama hatta neme deydi? Beş mi de koydu bu harfle. Bana da töt harp deydi. Birincisi en. Bu bunun kim kilidigan, bunun kim boludigan, muşundaq bunun kim buluş için kollangan pil muzarini zevar kılış için işiltildi bu enni. Mesela uhibbu en takuma demişiz. Yaxşı görmən şunu ki sen ornundan tuğaysan. Yani senin ornundan turuşunu ben yaxşı görmən degендek. Ya da takumuni en keldi takuma kıldı. Vallen kili ki bommakçıga işinin bommasını canlandırış için. Len ebrahel arda hatta ye'zene li ebi. Ergüzümü men kımırlap koymagayman, medirmagayman yerden, müşahedin. Hatta ki bana menin atam ruhsat bergen kadardır. Len ebrahel arda men müşahedin ergüzüm medirmagayman. Atam ruhsat bergen kadar müşahedin ergüz arılmagayman dep. Manda itaat olgan atan sığdırmak. Bundan kim boldu bunun da len ebrahel arda hatta ye'zene li ebi. Len şunu, len ebraha. Beriha yebrahu aslı. Len geldi, ebraha da bir yerde. Bu muzar mütekellim vahidinin üzerine beco nasb kıldı. Hatta ye'zene li ebi. Hatta müşünak bu huruf muzarını zavar kılgan harften birisi. Hatta azine ye'zenu. Hatta geldi ye'zene. Ve key bir illet görsün. Sebepten bayan kılışsın. Bu K'nin ilgisi, K'nin Kings'e sebep. Mesela Eslemtu key edhulel cennete degendek. İslam keltiydim ben. Müslüman oldum. Ne için? Cennet kirgeyim men degen maksatta. Dedik. Bu K'nin ki key edhule. Ya da edhulu degen dakhala yedhuludan çıkan pil muzari mutekellim mufretinin üzerine key kirip nesb kıldı. Zevar kıldı. Edhulunuzu edhula götkep koydu bana. Yani bunun ilgisi ki e, bu keynin ilgisi yani eslemtu sebep oldu onun keydin kin kegen cümlege ki cennet kirişki sebep oldu. Bu adamın İslamiyet'in nimik sebep oldu. Cennet kirişki. Eğer İslam keltimiz cennet kiremigen bulalım. O adamın İslamiyet'i Müslüman buluşu cennet kiriş sebep oldu değil. Bu keynin makabısı sebep buldu keynin mabadisi. Keynin kinkinesi. Ve izen cevap ve ceza için. Sınav sözüm şaşkı izen ukrimeke limen kâle ana atike. Bir adam depti de. Şimdi dizi o adam de ana atike. Ben sana kışın kelimen undaktan ben sana hürmetleyim ben. Uluğulayım ben sana ben mihman kılım ben. İkram kılım ben dedik. İzen ukrimeke. Ekreme yukrimu. Ukrimu. Buradan bu izen bu pul muzarini çok zebar kıldı. Ukrimuke üzerine kana kıldı. Zebar kılıp ukrimeke kıldı. Ondaqda sen meni qishim kelsan, meni uyim kelsan, sen men hurmat qilma, mehmon qilma degandek. Mana izan javob va jazo uchun bo'ldi bu vaqtda. Ham javob nima? Javob va jazo uchun bo'ldi. Faqat ajabta bihazal kalami va sayyarta ikramaka juz'an li ityani.
Bu kalam bilan javob berdim. Qaysilan izan ukrimaka deb. İzan ukrimaka degan javob bilan javob berdim. Siz men boraman deb kim telefon qildi yoki kim xabar berdi. Qaysi holda bo'lsin kelishning xabarini bergan odam uchun imdaymiz izan ukrimaka. Naqsiman mehmon qilinman uy saqlaymasin degandek. İzan ukrimaka degan bilan javob berdim. Va yurdun sen seninki ikram qilishingni o odamning kelishini bir jazosi qilding. Kelsa ikram qilgin, kelmasa ikram qilolmaydi. O odamning kelishinin yoki juz'an o odamning kelishini bir parts qilding. Ha? Va sayyarta va sabbarta deb qo'yibdi. Buni sayyarta. Ikramaka juz'an li ihtiyani. Yurdun sen sening o'sha odam ikram qilishingni o adamdan kelishini bir parts qilding. Kelsa shunaqa bo'ldi, kamsini ekran bo'ldi. Beshinchi tur demak mushundoq beshinchi no mushu to'rt harfdan iborat. An, lan, kay, izan. Oltinchisi النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وهي خمسة أحرف إن للشرط والجزاء نحو إن تكرمني أكرمك ولم لنفي الماضي نحو لم يضرب زيد ولما لاستغراق نفي الماضي نحو لما يضرب زيد ولام الأمر نحو ليضرب زيد ولاء النهي نحو لا تضرب زيدا. Altıncı növ bu fakat pil muzari'ni kılım sakin kılgan harf bo'lgan bo'lib bu 5 tilli iborat 5 harf fakat. In bu ham shart jazo uchun. Shart va jazo uchun. In tukrimni ukrimka degandek. Hem bu shartnimi ham jazo ikkisini biroqla sakin qiladigan muynoq bir harf. In tukrimni ukrimka. Agar meni mehmon qilsang, meni hurmat izzat qilsang, men seni hurmat qilib izzatlab, men seni mehmon qilaman. Agar qilmasang qilmayman degandek. Tukrimni mana akrama yukrimu tukrimu asli. In bu nim bo'ldi? Tukrim ya da shart bo'ldi. Ukrimka, ukrimuka. Bu javob bo'ldi. Javob shart va jazo. Yani javob har ikkalasiga bu in sakin qildi. Va lam bo'lsa pil modini o'tib ketgan, bundan burungi o'tmishdi bo'lgan ishni yo'q chiqarish uchun. Lam yadrib Zayd degan. Zayd hiç urmadi. Buni burun Zayd urg'ay yo'q. Urmadi dedik-da. Yani bundan burungi o'tmishdagi bo'lgan ahvollarni yo'q chiqarish uchun lam qo'llanildi. Lam yadrib Zaydun dedik. Bu lam qanday qildi? Bu pil muzdarini sakin qilgan harfdan birisi. Va lamma bu mu o'tmishdagi yuz bergan bir hodisani yo'q chiqarishninki umum bir vaqtda yo'q chiqarganligini. O'ylaki dastlabda u ish dastlab o'tmishniki dastlabki bosqichda nima bo'lgan bo'lib u ishlar bo'lmagan bo'lib keyin bo'lib qolgan emas yoki dastlab bosqichda bo'lgan bo'lib keyin bo'lmay qolgan bunday ish yo'q. Zodi lamma bu yerda o'tmishdagi bir ishlarning o'zini yo'q chiqarishninki umumligini paydurish umumlik uchun ishlatildi lammani. Lamma yadrib Zayd degan shu. Zayd hiç urmadi. Bundan burun urmadi va keyingi bosqichlardimi hiç urmadi. Hiç vaqtda shu avvali va oxiri bo'lgan ikki vaqtning o'ttirisida hech bir vaqtda qo'l takizib boqmadi. Urmadi degandek. Lamma yadrib pil modinin nefisinin umum için istig'roq uchun qo'llandi. Nimani lammani dedi. O lamil amr liyadrib Zayduni görüşürüz. Zayd urush lazım. Degandik liyadrib
Ve la nehy. Nehyin alası. La tadrib zeyden. Zeydin urma. O yalğız emas. Men bah degendek. La tadrib zeyden. Zeydin urma. Nehyin alası. Muşna kulut. Em yettinci nev. 13 nevninki simai oğan 13 nevnin yettincisi esmaun tedzimu el fi'lel mudari'a ala ma'na in وهي تسعة أسماء وهي تسعة أسماء من yettinchi növ o bir qancha ismlar ki bu pulmuzarını sakın qilgan ismlar ki bu in ma'nisi bo'lgan in ma'nisining o'zida bu pulmuzarını sakın qilgan ism deydi. Bu isim ama bu isim in ma'nisi to'g'ri keladi. Ma'nisi keladi o deydi. Bu 9 isim o isim bo'lganda. Bu birincisi min men o'zrana. Ve yetis'atu esma'a men. O 9 isim birincisi men. Men yukrimni ukrimhu deyindik. Kim kimini mihman kıysa, kim kimini hürmet kıysa, men onu mihman kılınman ve hürmet kılınman deyindik. Men yukrimni ukrimhu. Yine veya ki men, yani in men istediydi. In yukrimni zeydun ukrimhu degendik. Eğer meni zeydahun meni hürmet kılsa, mihman kılsa, men bunu mihman kılınman, hürmet kılınman degendik. Şey, men yukrimni ukrimhu degen, in yukrimni ukrimhu degen men dereydi. Men in mens geldi. Bu mu? Mena kılmızarın çoğu sakın kılıyordu. Ve meta tahruc ahruc. Kaçan çıksan sen, hem çıkın ben. Yani bunun üzerine bu mu inmen isteydi o. Men hem inmen iste, meta mu inmen iste. Meta tahruc ahruc. Ey in tahruc gadan ahruc gadan. Eğer ayet çıksan ben ayet çıkmaydı. Ve ma bu mu inmen iste mi? Şart mensini bulurdu. Ma tasna asna. Neymi kısansa ben şunu kılım ben. Ey in tasna hada asna hada. Bunu kısan ben şunu kılım ben. Haysuma. Haysuma bu mu? İn manasını bulurdu. Haysuma takud akud. Kayada olsan sen ben şöyle verip oturma. Ey in takud pil beyti akud pil beyti. Öyle olsan sen ben mi öyle oturma demek. Mehma. Bu mu? İn manası da. Pil müzarımına cezmi kılır bu mu? Mehma tezheb ezheb yendik. Kayaya basan ben barım ben. Ey in tezheb anime ey in tezheb gaden ezheb gaden. Yani kaçan basana mehma tezheb ezheb. Kaçan basan ben mi barım? Yani eğer ayete basan ben mi ayet barım diyendek. Eynema teclis eclis. Yani bu kaya doltursan sen ben bir şey doldurma. Yani bu inmeni sevmek için değil. Eynema. Yani takdire in teclis bil beyti eclis bil beyti. Eğer öyle otursan sen ben öyle oturma diyendek. Enna bu mu in manasida ki in manasi kelgan pil muzarincho jazm qilgan yani sakin qilgan bir ismning birisi. Enna tekun ekun degandek. Nerede bo'lsang sen men shu yerda bo'laman. Ey in tekun pil beledi ekun pil beledi. Eğer sen şehirde olsan men şehirde bo'laman degandek. Ve eyyun Eyyun bu mu pulmuzarini cezb qilgan ismlarning bir so'g'in bo'lib, bu mu shu in ma'nisi keladigan bir ismning birisi. Pulmuzarini zabar qilgan ism. Eyyuhum yashtumni ashtumhu. Aşağının qaysi birisi meni tillab, söküp qiladigan, men shunda qilmay. Ya'ni ay in yashtumni zaydun ashtumhu. Eğer meni Zeydahun meni sökse, meni tillisa, meni haqorat qilsa, men shundoq qilaman demoqchi deydi. İzma taf'al af'al. Nima qilsang men shuni qilaman. Ey in taf'al xiyatata af'al xiyatata. Eğer sen mashinchilik qilsang, jinlikchilik qilsang, tikuvchilik qilsang, men shundoq qilaman degandek. Buning hammasi bu bir ism ki pil muzariyni
kelgan zaman pillerinden özünü zevar kılga isim. Ama bu hem ismine şart manisi, in manisi keledi bu değil. Böyle 9 isim bular değil. Hoş. Onun başka ennevu saminu. Bu 13 türünün 8'incisi. Esmaun tansibul esma'en nekirati ala temeyyüzi. Ve hiye أربعة أسماء الأول عشرة إذا ركب مع أحد إلى 99 أنه 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة إلى 99 رجلا و99 امرأة والثاني كم الاستفهامية نحو كم رجلا عندك والثالث كأي نحو كأي رجلا عندك والرابع كذا عندي كذا درهما. Sakkizincisi bir qancha ismlar olgan bo'lib, bu nekir ismini zavar qilgan ismlar bular. Ism nekirni zavar qiladi. Temizga asosan. Ayirib berishga mana bu hamne yuqoridan kelgan aniqsizni aniqlashtirib berish uchun keladigan nimalar ismlar. Bu to'rt ism bo'lgan bo'lib, avvalgisi 10. Qachon bu 10 bilan qo'shilsa, ya'ni ahada ashara bo'lsa, 10 bir qo'shilib ahada ashara bo'lganda, ashara ahad bilan qo'shib ahada ashara bo'lgan chog'da bundan keyin ism zabar bo'ladi. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaba degandek. Da bu tis'atu va tis'ina chiqishlik araliqda. Aş 11'den itibaren 99'u kelgan bo'lsa, bundan keyin kelgan ism zavar bo'ladi. Ahada aşara raculen, ihda aşarata imraaten degandek. Ta 99'u chiqishlik ila tis'atin va tis'ina raculen va tis'in va tis'ina imraaten degandek. İkincisi kem istifhamiye. Kem raculen indeke. Sizin qarşınızda neçe adam var degandek. Bu yerda mana raculan nim bo'ldi? Bu ism nakir oldu. Bu kimden keyin keldi masalan. Bunun uzunluğu bu 200'ün keyin kelgan ismlar zavar qiladi deydi. Üçüncüsü ke'ey. Ke'eyin raculan indek. Sizin qarşında qandaq adamlar var degandek. Ke'eyin raculan. Raculan zavar oldu. Dördüncüsü kada. Indi kada dirhemen. Menin qarşımda mandaq va pul jihatda mandaq pul va degandek. Kada dirhemen degan ism uchun buni zavar qilgan bo'lib bu ism nakirni temiz binoan yana yuqoridan kelgan aniqsiz bo'lib qolgan narsani aniqlashtirish uchun keladigan ismlar. Bu mana 4 ism bo'lgan bo'lib, birinchi o'sha asmaul adad 11dan 99 qadar araliqdagi ismning hammasi o'zidan keyin kelgan ma'dudni sanalg'i uchun zabar o'qiydi. İkinci kem istifhamiye olup kem raculen indeke. Yani raculen zavar oldu kendine bunda. Üçüncüsü keeyyin. Keeyyin raculen indek degandek. Dördüncü kada indi kada dirhemen degan o'xshash deydi. Xo'sh, bugun vaqt e'tibori bilan mushuncha qarab o'qib turamiz. Davomi keyingi soatda bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.